avvallari aytishardi, ingliz tilidan yes yoki no'ni bilsang bo'ldi. Xuddi birov bilan muloqot qilgandek bo'lasan, yes yoki no deb javob beraverasan, bo'ladi shuni o'zi deyishardi. Lekin noto'g'ri, chunki ko'p savollar yes yoki no degan javobni qabul qilmaydi. Bular: isming nima, qayerdasan, kimsan, qayerdansan, yoshing nechada. Endi eshiting. Eng to'g'ri yo'li shuki, gaplarni tahlil qilib o'rganish. Misol uchun, what is your name bo'lsa, mana shu isming nima? Har bir so'zning tagidan o'zini tarjimasini yozib chiqing. Misol uchun, what nima, your sening, name ism. Endi o'shanga mos bo'lgan uyadoshlarni qo'yish orqali yangi gapni hosil qilasiz. Misol uchun, your ni o'rniga nima kelishi mumkin? Uni o'rniga his kelishi mumkin. Ya'ni uning degani yoki her kelishi mumkin. Qiz bolaga nisbatan uning degani. E'tibor beringlar. Agarda u yerdagi what is your name ana shu is ni o'chirib, o'rniga was ni qo'ysanglar, ana boya ismingizni so'radim, biroz yodimdan ko'tarilibdi. Ismingiz nima edi deb aytadi-ku. Xuddi shunaqa holat. Ya'ni siz bemalol gaplashib keta olasiz.